أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alloh taoloning iltifoti bilan Tafsirul Jalalaynda sura Ali Imronning 39 oyatiga keldik. Oldingi oyatlarda Zakariya alayhisolamninki Maryam onamizga shu bovoq vaqtlarni kepil bo'lib, tug'anligi uningkin Zakariya alayhisolamning har qitim shu Maryam onamizning yanına kirgan chaqda, o Maryam onamizning yanında har turli mevlarni, qish vaqtida bo'lsa yoz vaqtining mevalari, yoz vaqtida bo'lsa qish vaqtining mevalarini ashta ko'rgandan keyin sen bu nereden geldi dese mana bu Allah tarafından kelyapti. Allah xohlagan odamga hisob berdi deb shunday degandan keyin Zakariya alayhissalom buni ko'rib, Alloh taolo mushta har narsani o'zining vaqti kelishidan burunmi keltirishga qodir bo'lgan zot, albatta mening yeshim cho'ngib qolgan bo'lsa-mu, menga bola berishga albatta qodir deganga ishonch qilib Alloh taologa duo qilgan ekan. Ya'ni bu endi Zakariya alayhissalom ilgari buni bilmaydi deganlik emasda, ilgari biladi. Alloh taoloning har narsa qodir zot ekanligini. Lekin ma amali bir amaliyotni ko'rgandan keyin texmi ma iymoni kuchaygan gap insonning. Iymoni kuchayib endi Alloh taologa duo qildi. Yani hunalika da'a Zakariya robbah. Qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Yani Zakariya alayhisalom o'sha ahvollarni ko'rgandan keyin va har narsani o'zining vaqti bo'lmagan chog'dimi keltirishga qodir e, ekanligini, Alloh taoloning mushun qodir ekanligini bilgandan keyin Alloh taolo yesh cho'ngib qolgan odamga bol berishga albatta qodir deb bilib yetdi deydi. Holbuki u Zakariya alayhissalomning oila tavobati tugab ketib bo'lgan. Ya'ni o'zi shunday yesh cho'ng bo'lgandan keyin hamda boshqa urug' tuqqanlari tugab bu dunyodan ketib bo'lgan demashida. Shunday yesh cho'ngib ketgan chog' ekan. Shu chog'da Alloh duo qilibdi. Da'a Zakariya robbah deydi. Zakariya alayhissalom Rabbiga duo qildi. Zakariya Parvardigor duo qilib, "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingda bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan, sen duoni anglab tursan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qiluvchi sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar beradi" deb nido qildi. U ey Parvardigorim, men qirib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar Alloh shuningdek xohlaganini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. Dakhala al-mihraba lis-salati fi jawfal layl. Ya'ni kechining o'ttirisida masjidga namoz o'qish uchun kirgan chog'da Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah deb duo qildi. Ey Parvardigorim, bergin menga o'z dargohingdan, o'zingning tarafidan bir solih farzandni. Haqiqatan sen duolarni anglab turguchi, ijobat qilguchi zot tursan, deb shuna duo qildi deydi. Men javfal layli deb tafsir qilishdi. Endi kechining o'tirisida qilgan duo taxim bakirga ijobat qilishga yaqin bo'lgandan keyin shunda tafsir qilgan bo'lishi mumkin edi. Fanadatul malaika. Shu zamat fa deganda duoni qilib bo'lgandan keyinlamla degan ma'no chiqdi bundan. Nido qildi uningga farishtalar. Ya'ni Jibril alayhissalom Zakariya alayhissalom shuna duo nido qildi. Holbuki u Zakariya alayhissalom o'rtugan namoz o'qib o'tirayotgan holatda edi, mihrobda, ya'ni masjidda deydi. Anna, yana bir qiroatda bi anna, ya'ni anna degani bi anna deb o'qildi deydi. Bi anna deb o'qildi emas, ya'ni
nido qildi shuning bilan bi annalloha yubashshiruka degan gap demoqchi. Ya'ni Alloh taolo sana Yahya ismlik bir farzandni bishorat qilganligi bilan ashunda nido qildi demoqchi. Ashada annani bi anna deb tafsir qilibdi. Yana bir qiroatda inna deb o'qilgan. Inna deb o'qilgan vaqtda beshiga qavlni taqdir qilamiz deydi. Qolani. O qoladin keyin inna kelib qolsa zir bilan o'qildi degan qoida o'qishqa shu qoidaga bo'ysundirilgan gap yedim. Alloha yubashshiruka. Yubashshiruka degan yubashshiruka yabshuruka deb ikki xil o'qildi ekan. Musaqqalan muxaffifan. Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Yani bir kelimetin degan bir kelimetin kainatin minalloh. Alloh tarafdan bo'lgan bir kalima bilan. Yani o kelim bo'lsa İsa alayhissalomdir. Bu yerda kalima deb atash o'ning Allohning ruhidir. Bu yerda kalima deb atalishi chunki u Allohning kun degan so'zi bilan yaratilgan. Yani dadisiz. Yani Allah Teala'nın şu kun degan kalimasi bilan Meryem anamiz homildor bo'lib boshqa yaratilgan demoqchi. Ve seyyiden ve seyyid yani erişilgüçi yani başkalar da erişidigan perhizkar demek de ve hasuran seyyiden degan başkalar da erişidigan hocayin mertebesi üstün degende kepte ve hasuran degan yani hasuran perhizkar degan bo'ladi. Menu'an minen nisa yani ayollardan cheklangan yani ayollarga yaqin kelolmaydigan jinsiy jihatdan ojiz deganlik emas. Yine ayollarga bek o'zini urib ketmaydigan degandek gapirish mumkin ham degan. Va nabiyyim minas solihin va solihlardan bo'lgan bir payg'ambar bo'ladigan mushta bir Yahya ismli farzandlarni xush bishorat berdi deb nido qildi. Rivoyat qilinishicha u Zakariya alayhisalom hargizmi hech qanday bir xatolik o'tkazib boqmagan edi va xatolik o'tkazishni niyatmi qilib boqmagan edi. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. Etti o Zekeriya Aleyhisselam. Rabbim qandoqsıgı mı? Enna yine keyfe deganlik oldu. Buludu men üçün bala. Halbuki bana xeyirlik yetti. Yine yettim ben yeşimninki ahırkı çekige. Yine 120 yaş kirgenken. Ve yine menin ayalim tuğmas tuğsa. Yine belagat ثمانية وتسعين سنة 98 yaşga kirgenken ayali. Muşta halette qandaqsın mening balam bo'lsin dedi. Yine bu yine Allah Teala'nın kuduru şakqılı mı dedi vaktin gap emasda. Bir adamga alaqi ma'lum bir ishni umidlangan chaqda voysini maishing bo'lib qolgan bo'ldi deb ishorat bersa, nata hayron qiladi. Hayron qilib, hayronlikdan deyotgan gaplar bo'lmaydi. Qala etti farishta el-amru kedalik. Qala yine el-amru degan tafsir. Yani ish oshunga o'xshashdir. Yani sizlar ishkunlardan bir farzandinki yaratilishdan iborat ish shundoq putildi. Alloh yef'alu ma yasha. Alloh qiladi xohlagan narsani. La yu'jizuhu anhu shay'un. Allohdan yani Allohni ojiz qilolmaydi. Shu Alloh xohlagan narsani qilishdan hech qanday bir narsa demoqchi. Anhu deki hu zamir yani shu xohlagan narsani qilishdan deganlikka qaytildi. Allohni hech narsa ojiz qilolmaydi. Va li izhari hadhihi al-qudratil azima. Yani bu ulug' ilohiy qudratni oshkor qilish uchun ilhom qildi Alloh taolo Zakariya alayhisalomga savol so'rashni, shu qudratning ro'yobga chiqib ijobat qilinish uchun. Shu duosiga ijobat qilinish uchun. Yani Alloh taolo bir bandiga duo qilishni ilhom qilsa, masalan bir banda Allohdan sig'inib duo qilgan bo'lsa, shu duo Allohning ilhom qilishi bilan bo'lgan bo'ladi-da bu yerda. Yani Allah Teala Zekeriya Aleyhisselam'a işte dua qilishni ilhom qildi. Yani Allohning bu ilohiy qudratininki buyuk qudratini ro'yib chiqishi, yani izhor oshkor bo'lishi uchun mushtaq qildi demoqchi. Valamma taqat nafsuhu ila sur'atil mubashshari bihi. Endi Zakariya Aleyhisselamning nafsi intizor bo'lib ketgan chog'da taqat degan ishtaqat degan bo'ldi ekan.
Shu bishorat berilgan narsaning tez bo'lishiga, tez amalga oshishiga ishtiyoq bo'lib ketgan chog'da dediki, Rabbim ij'alli oya, menga bir alomat qilib bergaysan. Yani men bu qanday bir bolam bo'lib qolar deganda shuni o'ylab, unda bo'lsa birdan meni bir belgam bo'lgan bo'lsa deb so'rabdi-da bu yerda. Mening ayolimning homildor bo'lganligiga bir belgi qilib bergin deganda aytdi Alloh taolo ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin. Sening u ayolingning homildor bo'lganligiga qarata belgan gap qilolmaysan kishilarga. Tamtani'a min kalamihim. Kishilarga gap qilishdan cheklanasan. Allohni zikr qilishning xilofi bilan. Ya'ni Alloh taoloni zikr qilishdan boshqa har qanday gap so'zni qila olmaysan. Salasata ayyamin. Yani 3 kun kechalar bilan qo'shibdi. İlla ramza. İşaret qilishdan boshqa gap so'zni qila olmaysan. Vezkur robbaka katiran va sabbih bil ashiyyi vel ibkar. Parvardigoringni zikr qilgin, ko'p zikr qilgin, tasbih etqin, kechda va atiganda. Solli deb tafsir qilibdi. Namoz o'qigin atigan kechda, kunduzning oxirlarida, avvalida deb shuni degan. U ilgirki payg'ambarlarga 5 vaqt namoz farz bo'lmaganki, shu payg'ambarlarga farz qilgan namozning shakli bo'lishi mumkin endi. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Hem de Allah Teala'nın kudretinin ulug'ligini ko'rsatgan yana bir alomat nima degan chog'da o'z vaqtida aytdi farishtalar, yine Jibril alayhissalom, ey Maryam, haqiqatan Alloh taolo tanladi seni, Parvardigor, ey Maryam, Alloh haqiqatan seni butun ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi, seni butun jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qilgin, sajda qilgin va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilgin. Ya Maryamu innallohu istafaki. Istafa degan ixtora degan bo'ldi. Tahharaki degan seni erlarning tiyib qilishidan pok qildi. Va istafaki ala nisail alamin. Ya'ni o'z zamonininki ahlidan, shu zamondagi kishilarning, ya'ni butun olamlarning ayollariga tanladi degan shu zamonning ayollarining ichida ya'ni nihoyatda hurmatli sharafga ayon qildi demoqchi. Şunlaşqa Meryem Parvardigoringga itoat qilgin, vasjudi sajda qilgin va ruku qilgin, ruku qiluvchilar bilan birga. Yana namoz o'quvchilar bilan birga namoz o'qigin. Zalika ashu yana shu zikr qilingan ishlarsi Zakariya alayhisolamning Maryam alayhissalomningki ishlaridan iborat bo'lgan. Bularning hammasi g'ayib xabarlardandir. Ya'ni sendan g'oyib bo'lgan sen eshituvingni bilinmaydigan işte xabarlardan edi. Vahiy qildik uni sana, ey Muhammad alayhissalom, va ma kunta ladayhim. Sen yo'q eding ularning yanida bir vaqtki tashladi ular qalamlarini, cheklarini tashlagan vaqtda. Cheklarini suvga tashlab, ularning qaysi Maryamga kepil bo'lganligi to'g'riliq cheklarini suvga tashlagan chaqda sen u chaqda yo'q eding. Yaqtari'una yazhara lahum. Ularga qaysi Maryamga kepil bo'lganligi oshkor bo'lishi musharqiliq. Yine chek tashlagan vaqtda sen ularning endi yo'q eding. Va ma kunta ladayhim iz yahtasimun. Va yana sen yo'q eding ularning yanında ular shu Maryam alayhissalomga kepil bo'lish borasida janjallashgan chaqda, jidallashgan chaqda deydi. Oshini bilib va mushu bilgining bo'yicha xabar berishing uchun sen o chaqda yo'q eding. Belki buni vahiy yo'li orqali bilding. Yani ba'zan ahli kitoblar
Makka müşrikleri mesela Peygamber Aleyhisselam'da bu Kur'an'ı öz yazıp algan degan bo'lgan ekan. Şunun qarta bir raddiyada mağandı. Muhammed Aleyhisselam şu davrda yo'q tursa, buni qanday bilalaydi o? Bu faqat Alloh tarafdan Muhammed Aleyhisselamga qilingan bir vahiy. Bu Qur'oni Karim Allohning so'zi deganga bir dalil oldu bu yerda. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Yani əslin sen etti perişler yani Cibril Aleyhisselam iyi Meryem hakikaten Allah Teala bisharet berdi sizge öz taraftan bo'lgan bir kelime bilen yani bir bala bilen. Onun ismi Mesih İsa ibn Meryem'dir deb shunda aytdi. Yine farishta Meryem onamizga xitob qildi, u bolani shu onasiga nisbat berish orqali deydi. Nima uchun degan chaqda ogohlantirish uchun u Meryem alayhissalom tug'di bolasini dadisiz. Dadisiz tug'ilganligiga bir ogohlantirish, bir ishorat qilish uchun. Chunki erlarning odati ularni dadlarga nisbat berishdir. Shu bu yerda İsa deb onunki keyindan İbn Meryem. Meryemning o'g'li deb onasiga nisbat berib bunday keltirgan demoqchi. Vajihan u sizningki u bolangiz ya'ni İsa alayhissalom nayt yuz obro'yli boladir dunyoda. Fid dunya dunyada yuz obro'yli xudo dunyoda va oxiratda. Dunyoda yuz obro'yli bo'lishi nubuvat, payg'ambarlik ato qilinishi bilan va oxiratda yuz obro'yli xudo shafaat qilishi qilganligi bilan va ustun darajalarga erishadiganligi bilan. Va minal muqarrabin va yana u Allohning dargohida nayt yaqin muqarrab bo'lgan kishilardan bo'ladi. Va yukallimun nasa fil mahdi va kahla va minas solihin. Va o'yini kishilarga so'z qiladi beshikda. Yine normal gap qila oladigan vaqti kelishdan burun shu buvoq holatidami kishilarga gap qila oladi. Va kahlan va yosh yigit bo'lgan chog'da shunda bo'ladi va u solihlardan bo'ladi deb shuna xitob qildi. Öz vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Alloh sana otining vositasiz Allohning bir kalimasidan turalgan bir buvoq bilan xushyor beradiki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'yliq va Allohga yaqinlardan, yaqin bo'lgan kishilardan bo'ladi. Allohga yaqinlardan bo'ladi" deb shundoq aytdi, yana shu xitob qildi demoqchi ekan. Hozir ma sura Ali Imron shu İmran ailesi suresi bo'lgandan keyin shu İmran alayhissalomninki oila tabotiga aloqador ahkomlar shunga aloqador mazmunlar so'zlanyapti hozir men. Kelarki soat darsimizda shu voqelikniki davomi so'zlanadi ekan. Alloh taolo hammalarga manfaatli ilm ato qilsin. Subhanakallohumma bihamdik astag'firuka va atubu ilayk. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.